Press podborjigimiz Markant 65, kardanlari, oldi zashnilari yerda mana turibdi pastda. Mana mahovik holatlari ideal holatda. Mana ichlarini ko'ring. Ichlari ham reduktorlari hamma yo'q kampilik turibdi. Kraskalari ketgan yo'q hali. Aybi shu turib qolgan ekan, zanglagan joylari bor, uni hisobga olmaysizlar. Buni ishlagan joyi ham, ichi ham ozginagina shu haqiqatan zanglagan, u ichkarida kraskalari hali ketgan yo'q, radnoy zavodskiy holatda turibdi, porshullar nimalar. Porshulari ham mana lentalari Ratkalari yengil mana. Qarab o'ylash ishlayapti chotki. 5 likda holatlarini mana ko'ring, ba'zan balonlarni ko'rsating. Balonning holatlari, ichlarini keyin. Mana olib ichlarini ko'rsating, to'xtatib, bosing mana ichlarini ko'rinadi. Ichlari ham hech qanday bir muammo joyi yo'q. Endi mana bularni orqasidan ko'rsatgan. Bo'ldi. Mana shu yerdan mana. Holatlar chirik joylari yo'q, xudo xolasa. Ideal holatda ichlarini ko'ringlar mana. Mana ichlari. Ip tonlari hali izi ham ketgan yo'q. Izam bo'lgan yo'q hali. Kraskalari hamma yo'q. Akkuratli ichlari mana kraska umuman tegmagan. O'zining zavodskiy kraskasi holati. Arqa vizyanlarida ham hali remont bo'lmagan. Ichlarini ko'ring. Kraskalari yonlari ketgan yo'q. Pastlari o'tlari bor edi, olovdek zanglab qolibdi salpal. Itlari mana holati o'ta ideal, go'zal holatda turibdi. Remont bo'lmagan umuman. Mana orqalari holati o'zini o'sha koreyskiy iplari bilan turibdi. Biz qo'yganimiz yo'q o'zida kelgan holatda. Magazinda bu zublarini ko'rsating bari, holati ideal holatini ko'rishsin. Xudo xolasa holati ideal holatda turibdi. Bir yilgan bir problema joyi yo'q. Shu zavodskiy mana sannichalari hammasi o'zining zavodskiy nimalari bilan turibdi, kampilik. Mana hamma bu tomonlari ham. Faqat ishlatasizlar, yog'lab ishlatish kerak xolos. Bu tomonlar balonlari ham o'zining shu zavodskiy baloni. Xudo xolasa faqat mazza qilib yog'lab ishlatish kerak. Qiziqqanlar bo'lsa chiqaverasizlar. Radnoy iynalari ham radnoy o'zining iynalari bilan turibdi baba. Shu aybisal zanglab qolgan, hamma narsasi zavodskiy radnoy turibdi.